Assalomu alaykum hammaga. Короче, bugun. Короче. Kim agar Fransiyaga ko'chib kelgan bo'lsa, оказывается, analizlar topshirish kerak ekan. Gepatit B, gepatit C, там balo-battar, VIH, SPID, balo-battar, tugun hammasiga, короче, analiz topshirish kerak ekan. Bugun topshirdim analiz. Qachon kerak analiz javobiga desam, оказывается, вот menga aytibdi, 28 aprel kuni kelasiz. Bugun 31 aprel, mart kuni. Ya'ni bir oyda ответligim chiqadi, javobi chiqadi. Bir oy. Это вообще bor-ku. Kuturib asabing. No, juda ham katta plus tomoni bor. Misol uchun kimga gepatit B, C, shunga o'xshagan kasalliklar bor-ku. Vaksinatsiya qilinmagan bo'lsa, ularga vaksina qilinadi. Juda ham zo'r tomoni. Grippga qarshi tekinga vaksina qilinadi. O'shanisiga respekt. No, mana shu vaksinatsiyalari majburiy. Xohlasang ham, xohlamasang ham o'sha vaksinani qildirish kerak.